Xo'p, mana men kechqurun tushgan uchun qo'shimcha yozgina yozib qolgan edim. Aynan kechqurun bo'lgan tushunmaydim, borgan edim. Holat nima? Mening uyimda tinchlar bor. Stop. Nima bu? Что это? Nima bo'lyapti? To'xtinglar, hayvonchi. Nima meni uyimda gunoh qo'yishgan? Stop. To'xtinglar, onam faramash. Jitil, nima bo'ldi? Sen bilmaysanmi, kecha sening uyda holatida sira topilgan uchun yo'qda berkitib portatib yuborishmoqchi. Tushunmadim. Kim portatmoqchi ekan? Men qayerdan bilay? Bora ko'rsam bilasan, uyda holatida sira topilgan ekan. O'tgan videomda men yedimni tagidan oldingi yildagi narsalar bor edi. Ya'ni qurol narsalar eslangda bo'lsa. So'rashmashman. Alaikum sizlar bilan men Dragon X videolarimizni mana uyimga qarab internetda qo'yib tashashibdi. Borib xabar olishim kerak. Wow. Hozir tushunmadim. Atrofi tinchlar bilan to'la. Noodatiy g'alati. Askar turibdi bu yoqda. Askar, nima bu yoqda tinchlar qo'yib tashyapsiz? Siz birinchi bu uyga egasiz. Kechqurun yoki har qaysi yo'qda bizga xabar berishga bo'yicha bu uyingizda arada sira topilibdi. Shunga portret tashlash kerak. Tez mana tinchlarni oling. Bu tinchlar nima? Sizlar g'alatmisiz? Tinchlar bilan ketadimi? Hech zamonda. Sizlar o'sha Tezroq joyga qo'ying. Tezroq qo'ying. Bo'lmasa sizga qamashingizga to'g'ri keladi. Qamashingizga qo'lingizga hech balo kelmaydi. Mana tinchlar hammasini buzib tashlayman. Bor. Mana hech qaysi qolmasin uyni o'zracha portlatmoqchi. Men senlarni portlataman hozir. Tushunyapsanmi? Uyni tiqib qo'yaman-da, ishtoningni topolmay yurasan. O'zingizni to'g'ri tuting. Hozir biz sizni Nereye saçayıştırıp oryapsan? Qo'lda sizga cho'qra ko'rishimizga majbur bo'ladi. Tinchlarga joyga qo'ying. Sen o'zingni ishtoningga sol mashinalarni portlatmay, tushundingmi? Men uyimni ishtonlayga qo'yib tashaman. Uyda tomlarga qo'yib tashashibdi, maraz. Shuncha tinchlar. 13 ta tinch qo'y. 13 ta ham emas ekan. 11 ta tinch. Sizlar nosingni siz e'tiboringizga ko'ring. Nima bo'ladi? Nima bu? Mana nima bu? Bu odam o'ligimi? Men qamoqxonadanmi? Qaras, shartligizmi fuqaro? Opaqayni fuqarosi. Kazogalarga qaradaman. Dadangizga ko'rasa to'g'ri gapiring. Siz bizning qamoqxonamizdasiz. Opangni men qamoqxonada ajoyib. Bu menga bor tualeti yo'q qamoqxonada. Mana shu qo'rqityapti, mana shu onangni nimaga tashlab ibdosida. Men o'zingga bo'lsin bu suvarey bunaqa suvarey. Ayda, bo'lmadimi? Men onangni nimaga kerak emas menga normal tursa. Siz ta'birsiz. Javobni qamoqxonamizga ta'sirlanib qo'yapsiz. Sengina anaqa qo'ygan narsangga qara. Mashinani ham qo'yadimi kelib. Xalas. Qo'lim yetargan-ku. Qo'lim yetargan bironta joyga qo'ymas ekan, tashlavorsamchi. Azib. Ayni. Xolos, sen qamoqxonamizdasiz. Savolim bor. Necha kundan qamoqxonadaman? Men nima sababdan qamoqxonadaman? Xabarlaysizmi? Yerga yaqinroq keling. Qiz bola bilan onasini kimga mas'ul? Xazinami? Shu xazina sizning uyingizda tayyorlab chiqdi. Bunaqa xazina borligini bilganmiz. Uyimni o'zim avval o'zim yashirib qo'ygan bo'ladi. Nimalarda pichirlayapsiz? Bo'lmaydi tugab qopti deyapman. Bo'pti, men nima uchun bu qanaqasi bu xazina topilsa ham qo'yirasiz. Siz do'xonining uyingizda xazina meshta qo'ltirib bekityaptigan haqida xabar keldi. O'zingni nosti qo'lga. Tushunmadim. Hech narsa. Nima, siz dost chekasizmi? Sizga nima?
o'zi chekamayman, nosam chekamanmi? Qanaqa darajada chekasiz? Onasi nimasi? Hali bu ta'mli noslar ham bo'ladimi? Shaftolisidan chekaman-da. Shunaqa ham bo'ladimi? O'zingiz qanaqa chekasiz? So'zliga chekaman. Voy onayni so'zli nos, voy opaqayni, voy kallenga. Voy, Endi bilan tashayapsan. Ishnasan. Yaxshisin chekar ekansiz, to'g'ri ekan. Shaftoli noslar qanaqa kattami? Yaxtalik bo'ladi, juda ham shirin bo'ladi. Nossiz polni chekaman. Uyimda qolib ketganda men nos chekamanmi? Nos o'zi voyda, prosta ayni. Agar bozorga chiqsangiz, shu nossizdan bekavering. Siz nimasiz? Voyda, prosta, bu qamoqxonadan chiqib ketishim kerak. Bular buzib ketib bo'lmaydi. Lekin hayronman, bu menga borib hojatxonasi. To'g'ri, hojatxona qayerda? Cho'ntagimga borib hojatxonani chiqaramanmi? Qachon yo'q? Voy, oldida stol bor, odam yo'q. Ayni. Ash ko'laringizga meni bering. Ayni poy ko'chada bor, o'shana olib kelaman. Tiqilib o'l. Shunga tiqilib o'l. Nasikash. Kimman? Zo'rga, yaxshi. Hech narsa. Avlod olsam bo'larkan-a. Kimman? Tashdayasiz. Prosta, maydan chiqsam bo'ladimi? Harakat qilib ko'rmayman, chiqarmaysiz. Harakat qilaman. Harakat qilmang. Ochani eshigingni onayni. Hech tushunmadim. Qamoqxona faqat bitta men uchunmi? Nima bu bir dona qamoqxona? Voyda. Bu qamoqxona, siz uyingizda qo'ldan sotolmagan uchun o'shada to'za qishloqingizni oldiga qurib oldik. Nos ekansan. Nima dedingiz? Yaxshi gap. Menda bular oxirgi shular qolibdi. Hech narsa so'rashda urishmadimi shu? Men hop rejam bor, demak, men bu yoqdan qochib keta olmayman. Shuning uchun men nima qilsam bo'ladi? Shuning uchun men uni asabiyat etishim mumkin. Nima qilsam bo'ladi? She'r aytib beraman, yo'q. Latif aytib beraman, bo'lmaydi, qo'shiq. Qanaqa qo'shiq? O'yla. Serjant. Nima deysiz? Men sizga joy qo'shiq kuylab qo'ydim. Yozib qo'ydim. Eshitasizmi? Siz hali hofizlik ham qilasizmi? Men ovozim zo'r ovozlarim. Meni qo'shig'i hech kimda yo'q hali. Aytib beraymi? Kerak emas. Men qarab turing. Melisa kelib, ko'k bo'lib. Ko'zlaring ko'k bo'lib. Tushunmadim. Nima ko'zish ko'kmi? Ko'k bo'ladimi Melisani? Ko'k bo'lishni bilaman, lekin ular ko'k bo'ladi. Ko'k bo'lmaydi. Ko'k bilan ko'k nima farqi bor? Ikkalasining ko'k. Siz oxirigacha qo'shiq deyishning. Melisa kelib ko'k bo'lib, bir ikkimisini zor bo'lib. Nima deyapsiz? Jim turib turing. Melisa kelib ko'k bo'lib, bir ikkimisini zor bo'lib. Ko'ziga qarang, ko'ziga nohaq qamab yuborib, ko'ziga qarang, ko'ziga bo'lib. Melisa kelur. Og'zingga o't tushguncha qilib qo'yildimi? Nosga. Men nos chekadi. Avlas men qo'yib yuboring. Men qo'yib olsa sizga nos olib kelaman. Qo'lim hamma narsa yetar ekan. Shu bo'lib buzishgan yetam. Yetar ekan, to'xtanglar. Men sizga pul beraman. Meni qo'yib yuboring. Qanchaga? işte bu 20 tagina 100 minut bo'lsa, tak. 1,5 ta 100 minutga. Siz neyimisiz? Men donozman, 1,5 ta 100 minutga qamoqdan chiqish uchun kim beradi? Shunaqa 100 minut beradimi? Men hech narsa yo'q, to'g'rimi? Pistolet va bank qurollardan boshqa hech narsa yo'q. Uni naq turib,
bunday qilib turib. Hop, bunday qilamiz-da. Bunday qilamiz-da. Tak. Hisobni ochamiz. Bundan hoppa olamiz. Keyin bizga nima kirka kerak bo'ladi. Kirka. Hoppa. Bu qolgan narsalar kerak bas. Aynan. O'g'limizda narsa bor ekan. Tushunmadim, nima qilyapsiz? Yo'q, hech narsa, просто men hojat hakka chiqarishni bilmasam, mashitlardan aylanib yuribman-da. Esdakmi? Yo'q, hech narsa yo'q mening qo'limda. Hech balo yo'q. Baribir chiqib ketarmayman. To'g'ri aytasan, baribir chiqib ketarmaysan. Bu mayga. Bu ham so'tsam qanchaga kelarkan? Adam chiqib ketishim uchun. Sizga bo'pti, keyin kelishamiz. 500 ming beraman. O'rta hol mayli. Seni ozod qilib yuboraman. Keyin tegmaysizlar? Vobshim tegmaymiz. Qo'shiq kuylab beraman. Kerak emas, bo'pti 5 ta. Yana bir qo'shiq kuylab beraman. She'riyat bersamchi? Kerak emas. Bo'pti 3 ta. Texnik sarvoning yeb. Yaxshi shunga bilgan. Bo'pti 3 ta, bu 3 ta. Bitta, ikkita, 3 ta. 3 ta. Yana tutib ketdi. Ana. Bo'ldi endi unaqa ochini yomon kerak. Nima qarashim kerak? Voy, nosga ashib o'zi bor ekan-ku. Buni qaytib odam qilmaymi? Qurolingni tushir qurolingni. Ana endi kesak-ekan qochamiz-da. Bo'pti, yaxshi damoning meni qizni o'zim bilan olib ketaman, boshqa ilojim yo'q, men sotib oldim. Qochdik. Kechqurun tushibdi, juda yomon. Qurollarni olishim kerak. Uyimga qochishim kerak. Hoppa. O'lib qolsam buyumni ko'raman. O'sha jinsiki surikmi ekan-a? Deyman ekan shu yoqda. Mana tez. Shu yoqda deyman bor ekan. Birinchi shitdan paydo bo'lgandim mayli. Xo'p, tezda yotib olmasam bo'lmaydimi? Mana senga o'sha yotib olish haqqim. Bo'ldi, video shirkati tugadi. Bu hammaga hayır, salam alaykum. 2 so'rov mashlab, keyingi qismga kechamiz. Mayli. Fakat